Bugun buldirib balansimga 50 ming so'm tashidim. Ko'ramiz mana shu 50 ming so'mga eng maksimalli qanchalik katta yusi olib chiqib ketsa bo'ladi. Tak, har doimgidek buldirib.veb saytiga kirib olamiz. Balans to'ldirish bo'limiga o'tamiz. Bu yoqda 50 ming so'm yozasizlar. Mana bu yoqga Reels deb yozamiz. Promokodga bu balansimiz ustiga 20% bonus qo'shib beradi. Xullas shunaqa qilib yashiga aylantirib uramiz. Nima bo'lar bu yashiklar? Qani? Shtasi, o yomon qimmat ekan. Ber nimadir, ber. Qimmatroq. Blin. Nech bu? 7 minglik tushdi. Sotish kerak buni. 8 ming balans o'zi. Yes. Nima aylantiramiz? Megalodon aylantiraylik chiqan. Bittasi 666 turadi. Mana bu yana 8 lik tushib ketsa bo'lmi? Mamnunga qayt. Qimmatroq deb chunki kan. Yaxshi. Vo. Ay yo'q, azgincha minusga kirdi. Qani. Tush. 3000 balansimi yedi mana shu yashik уже. Kattaroq bir mashinami bir bittada. Ana. Endi surdi botdan. Mana bu yashiklar qanaqa ekan? Qani 10 talik ochib ko'raylik. Bitta 1000 tush, bitta normal tushsa surardim shu yerdan. Vo, yaxshi. Bo'ldi, surdik. Endi buni yuzinglar hammasini chiqarib olamiz. 11120 $900 yetishga beramiz. Mana bu yoqda ozgincha kutib turasizlar. Tak, ko'rib olinglar. Undan oldin balansimda 9239 yusi bor. Hozir mana shu balans ustiga shuncha yusi tashlaymiz. Tak, o'rtoqlar, yusilarimiz ham kelibdi. Mana yusilarimiz promokod ko'rinishda bo'ladi. ID-larni yozasizlar. Mana bu kodlarni bitta kirgizib olamiz. $900, 660 yusi birinchisi. Tak, ikkinchisi 60. Hamma kodlarni kirgizib oldik. Mana ko'rishinglar mumkin, balansimizda 18656 yusi paydo bo'ldi. Tak, qanaqa qilib buldiropdan yusi chiqarib olishni tushundinglar? Globniy balans to'ldirganinglarda Reels promokodi esingizdan chiqmasin. Aytgancha bu narsani riski bor. O'zingizlar yo'qotishga qo'rqmagan bo'lgan summalar bilan kiringlar, omadinglarni sinab ko'ringlar, lekin bu narsa garant emas. Riskini hisobga olib ishlatinglar.